Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yaqulu indel halai. Bu bir niməsinin babıdır ki, deydi o adam, tərət əmmaq çoğa adam, halağa kirga vaxtı özüdə nemeni deydi o, mışnınki üstedikini mu bab deydimdi. Bizim de kitab-ı ulu, yani taharet iliş ve onunki hükmü, onunki fəzileti qandaq taharet ağan Peygamber Aleyhisselam degan muşu çoğun bir kitap, yani çoğun bir temağa, məzmuğa kelgen tuq. Onu dekin onunki təhdidiki bir qança babbat demdi. Yani aldığınca babdınki üzüde 8 tane babını tükütüp tuq. Hazırımda 9. babqa kip tuq hem de. Hem de bu babda ma degen hemmimizge ma'lum. Bu yerde yılki şu bab degen gapninki üzerine ibaretini okuş meselesinki üzerinde ne çıkartım değil demdi. Ama ya da bazı yerninki üzerinde ziba nime şu tenvin okuyduğun bunda bir bablı var, onun başkası dürüst olmaydıgan bazı bablı var. Hem tenvin hem bunu izafet kılıp bunda okuyduğun, yani mubtada mensubun haberi ve kaza deydiğin. Hem de manada babu ma yaqulu. Yani bab degen ma degen isim mevsulga o nime o muzab. Bunda okuşumuz gerek. Bir niməsinin babıdır ki, yani uçağın özüde babnınki peş okılışı onunki mubtadası mehzub degen gibi. Şimdi ma degen isim mevsul olgandaki yaqulu onunki silisi oludu. Cezmen siliniki içinde isim mevsul olan ellezi, yani ma degen isim mevsul olduğuna elleziniki orada keldi dep okuduk. Bu hem ma'nınki üzü isim mevsul boğa vaxtınki üzüde hem muzekker, hem muannes, hem tesli, hem cemi, hem misgen oxşaş işiltildi. Onunki aşu akıdı kelgen silisi qarab, bu muzekkerge iken, ya ki tesli, ya ki cemi iken, ya muannesken dep uçad okuyamiz. Yani bu şunda bir lebzi. Ama isim mevsulunki üzüniki muanneske ayrım, muzekkerge ayrım, tesli, cemi'lerge ayrım nemisi var, lebzisi var. Ama ma, men digerler bu lebzi özgermeydiğen ama mənisi özgergen isim mevsulunki qatarıdır. Şimdi bu yerde bir nemi gep. Hem de kitabı olduğunu okandiken bu yerde şu başta İmam Bukhari rahmetullahi aleyh kitabındaki 5'den şu taharetini kandak nemik asasen alımız. Dep uçağınızda şu kitabı vudu okurup, yani kitabı vudu keltirip, yani taharet hakkında Kur'an-ı Kerim'de nemik egen. Bununki mənisi kandak. Bu taharetdeki resmi perz ikenligi Kur'an-ı Kerim'deki ayet arkalı sabit oludu. Bu kança töt. Yani biz Hanefi mezhebinki dediğini dek. Yine bazılarla töttüm başka taharetdeki yine mesela tertiplen ediş. Ve onun başka Bismillah degelmemi ban. Ve onun başka yedeki bunu su eliş, misvak karış degelli dek. Muşne hem ferz, yani vacip degelmemi ban, ama bizdeki Hanefi mezhepte taharetdeki perzi töt. Anda olarken İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bununki gepini kıldı. Onu dekin Peygamber sallam anındaki taharet ilişkindeki üzerine yukarıki ayetki asasen bayan kıp verdi. Yani aşu yunla yüzünün, putonunu, beşini mesikanla diyen gep bu kandak gep dese Peygamber sallam, mene bu ayetteki yunla diyen ayetteki onunki şekli mındağda bazıda bir kata, yine bazıda iki kata, yine bazı kata, yine bazıda üç kata kılıp müşta taharet ebedi dep onu bayan kıldı dedi. Bu aslında İmam Bukhari bu tertipni neme kılışta bu kitapni naiten 16 yıl yazgandikin her bir gapniki özün neme için koydu, bir babni yeni bir babның akıda koyuş nait tertiplik var. Mesela
kitap meselesini üzüdümün kitab-ı vahiy oldu, onda kitab-ı iman oldu, onda kitab-ı ilim oldu, onda kitab-ı vudu oldu. Endi bunu da şu vaktin yüzü dedik yani. Endi onun dekin tarat siz namazınki her gün kabul olmaydı qalan. Yani tarat şart ekanligininki onun üstüde to'xtalgan bo'ldi. Shuningdek tarat asa onunki fazilati qandoq? Endi taratni olgandan keyin onunki yangilan komil, mukammal, to'liq bir shaklda elish kerak. Elishniki o'zi nihoyatda yaxshi ish, mustahab. Andan keyin yuzni yuvish yilqi nemida masalan bir chumso'niki o'zida yüz bilan yoki ikki qo'lni yuvib turib bundaq yig'ib turib bundaq shu suv bilan yuvsa bo'ladi, bir yuv bilan nim qilmay deb. Andan keyin ta'sir, andan keyin bismillah deyish kerak degan mushu gapni dedi. Aslida taratning tartibi bo'yicha biz yani bismillahda boshlaymiz dedik. Uning qartanidan keyin boshlash vaqtida jimo qilgan vaqt o'zida mana biz zikr deyish kerak dedi. Zikr qilish kerak degandan keyin bismillah deyish bu yerda nima yo'q. Uçağın o'zida o gap yo'q, ammo bir narsa boshlash kerak. Yana shu er ayol jimo qilgan vaqt o'zida jinsiy munosabat o'tkazishniki oldida mushu duoni qilish kerak degan yani o'zi qaragan vaqt o'zida jazman taratga tarat olgan vaqt o'zida bir narsa deyish kerak degan mazmunda u yerdan uni keltirdi ham uni ustida. Endi bu tertip kelibla arkadan maktab o yilqi İmam Buxoriy bu yerda halol kirgan vaqt o'zida nima deydi? Bu halol kirishniki o'zi bu tarat elishi bilan aloqasiz. Bunun hech qanday aloqasi yo'q. Ya'ni mundaq qaragan vaqt o'zida buningda hech qanday bir nimasi yo'q, buningda aloqasi yo'q. Bu tarat uburni kirdi, uburning masalasiga taratning ichidagi masala emas. Bu taratdagi oldidagi masala. Taratning oldidagi masala bo'lib, bu yerda nima uchun bu andagi taratning gapida qilib, unidagi bir qancha bob bordi. Uningdagi andagi İmam Buxoriy bu yerdan har bir a'zoniki ustida. Masalan, qo'lni qanday yuyimiz, yuzni qanday yuyimiz, masini qanday qilamiz, putqi masini qanday qilamiz, nima yuyimiz. Deganidagi har bir a'zonimiz ayrim to'xtaldi. Ikkisiki o'ttirida mana bu halol kirgan vaqtida nima deydi degan gapni bu yerda bobda akib qo'ydi. Akib qo'ygandan keyin bu yerda İmam Buxoriyniki bu yerda akirishda bu İmam Buxoriy qaragan vaqt o'zida bu kitobni yozishda hech qanday bir tartibga rioya qilmabdi. Tartibga rioya qilmay, ya'ni shunday bo'lsa shu faqat bu odamniki asos qildigan ishi bu elchisiniki zoti payg'ambar alayhisolatu vassalomdan rivoyat qilganligi rasmi ras emasmi? Buni aniqlash, buni tasbit qilish bo'lgandan keyin tahqiqlash bo'lgandan keyin bu yerda bunday bir tartiblik, ya'ni fuqaho ulamolarimizdek yoki boshqa nimadek bunday bir ish yo'q ekan deb ba'zi olimlar mushundoq deb qolgan yeri bor ekan. Unda degandiki ba'zi olimlar yo'q, unday emas. Chunki İmam Buxoriyniki har bir kitob, unidagi bab oqida qo'sh jazma bir-birisiga bo'lgan munosabat bor. Bir-birisi bilan bo'lgan munosabat bo'lgandan keyin bu yerdamda ma tarati gapini shundoq qilib oqidan haloni gapini qilib unidagi yin tarati gapiga uchib ketsa jazma buning munosabati bor. Bu nima? Ba'zi ulamolarimiz deyishicha, chunki İmam Buxoriy taratni oyatda degandan keyin u yer oyatni keltirdi. Oyatni keltirish orqali bu yerda taratning farzi ekanligi zot oyatda, Qur'ondagi oyatlar sabit bo'ladi deb uni shundoq bir taratdan keyin namozni taratsiz o'qish bo'lmaydi, shart deb buni akvetib, ya'ni muqaddima bir shaklda g'ilpal, biz muqaddima shu bo'ladigan muqaddima shaklda shundoq deb etib andan keyin unidagi haloni gapini qildi. Chunki tarat oldigan odam oldina halodan kirib chiqib buni qilish kerak. Tarat yo'q bo'lgan vaqtning o'zida andaki tarat elinlar juna degan gap bo'ladi. Oyatda biz shunday dedik qani. Qachonlikisida ya yo'laza amanu iza qumtum ila salati degan namozga sizlar qopsanglar degan, ya'ni tarat yo'q vaqtning o'zi. Tarat yo'q qada qilib halo kirdi. Halo kirgandan keyin u halo kirishning o yilqi hamma odam o'zining ixtiyoridan emas. Buni qarta islom dinimizning ko'rsatgan bir prinsip bor. U prinsip qavon men kirgan vaqt o'zida Allohumma inna uzubika al-khubz wal khaba'is men kirishdan burun o'ng sol qo'l sol put bilan kirsiz kirib bo'lgandan keyin andaki g'ufronak yoki olmaydi bu yerda o'zi demisimi, ammo boshqa rivoyatlarda bor. Yoki Allohumma
elhamdülillah ezebe ennil aza ve afani degan mandaq bir nemini o'qiysiz deb andikin tarixdagi rasmiy boshlash nemisini andiki tartiblar qilib andin qo'lni qanday yuymiz, putni yuzni qanday yuymiz, boshqa da masih qilamiz. Mandaq ifade bu yuqoridagi babu mayaqonida xonaning oldidagi muqaddima shaklidagi mushtaqni bayon qilib andiki bunda o'tdi deb bunda çok qaraydi. Endi bu yerda endi yana ba'zi ulamolarimizdagi bu yerda deyishcha bu ish qandaq yiliq munosabat yo'q bo'lsa-mu, lekin munosabat bor. O yerda hozir ashundaq degandek, ya'ni gapniki nemisi men ashnagan qarildi. Endi bu yerda bundaq bir ahamiyat bermagan. Andaki bu yerda yeni birisiga andaki tarix kirish masalasiga o'zida bu yiliq xalo kirish masalasining o'zida bu yerda bundaq keltirishning o'zi ayda g'ilpal qilib, uni dekin baş ayet bo'ldi, andaki bismillah deb boshlash kerak. Bismillah deb oyatda jima qavaqni o'zi bismillah deb, ya'ni bir o'qish olgani jazman ve tarix elishning beshida bismillah deb boshlash kerak. Degan buni qo'ydi, uni dekin andikin buniki oldida xalo kirgan vaqt o'zida nima deyish, qanday qilish kerak? Buni qo'ydi. Andik bu tartib meni aytibek obdan bo'ldi. Chunki ulamolarimizdagi asos bir qismi İmam Buxoriyniki zodi İmam Buxoriy qilgan mush adamniki mushu babga qo'ygan mavzuu temisi deydi. Bu temiz deydi. İmam Buxoriyniki temisi, ya'ni mavzu tarjimatul bab deydi ana. Buni mushu babni qo'yishnishniki o'zida İmam Buxoriyniki mahoratiniki, ya'ni o adamning qobiliyati va istidodi qanday ekanligi buni belgilanadi deydi. Jiq olimlar bunuga qariladi deb qaraydi. Şu İmam Buxoriyniki tarjimatul babdagi shu gapni tushunish, bir babdagi yeni bir gapni akirib mushundaq qilishda bu ajoyib fikr. Nemiz bakkayilik nima qildi deb hayron qoliqlik. Buni qarta jiq bir qancha olimlarimiz alohida kitob yozib ketgan İmam Buxoriyniki. İmam Buxoriyniki qanday ekanligi shu tarjima babda ko'riladi. Unda olgan ekan, buni da undaq beka undaq cho'p bo'lib qolmaydi deb mushtaq nima qiladi, unga qaraydi endi. Şu an biz ma kitabını oqishda aşındaq, meni aşındaq şu tertib bilan aşındaq nima qilamiz, uni tushunib o'qiymiz endi. Endi yuqorqi babda, endi ma bab bilan yuqorqi babniki yiliqi munosabat, ya'ni har qanday holatda bismillah deyish kerak. Bismillah deyish kerak dedimi? Qanday holatda olsun? Holat mayli 5'te olsun, o'ttirda olsun yoki tarat ag'a vaqtida dedik, yoki ahirde olsun, zaten her qanday bir işindiği vaqt o'zida bismillah deyish kerak. Bu bir mo'min musulmonniki ifodasi. Onu da deb andiki xaloga uburi kirgan vaqt o'zida nima deymiz degandan payg'ambar uburi kirgan ishdan oldin mandaq degandan unda bo'lgandan bu bismillah deyishning o'zi tarat elishdi buruncha deydi ekanmiz. Bu yerda degan gap bu yerda nima qildi? Sunnat nimasi bu yerda chiqadi. Ya'ni demak, men mushundaq o'ylanib qolgan vaqt o'zida andiki bu yerda babniki o'zida bu yerda munosabatni o'qilishi bo'ladi endi. Endi xaloga bu yerda İmam Buxoriy bu yerda yoki bir nimasini babdirki deydi o taratga adam xaloda deydi dedi. Endi inda degan nima deymiz? O zarb. Zarbniki o'zi ya'ni huzur. Ya'ni shu yuqoridagi narsa ash indadi keyingi narsaniki vaqti bo'ldi degan gap. Ya'ni o adam deydi xaloda degan xaloniki huzurda bo'lgan vaqt, ya'ni xalon ichida kirgan vaqtning o'zida degan bu gapni bildirdi. Endi bu yerda xaloga ichi kirgan vaqt, chunki İmam Buxoriy bu yerda yoki inda irodatul xalo demedi. Chunki ma 7sidan aylangan bir tema bo'lgandan unindagi andiki bu yerda qanday xalo kirib bo'lgandan deymizmi, kirishniki oldi deymizmi, kirishni iroda qilgan vaqtning o'zi deymizmi desa, buni qarab andik ulamolarimizni o'tir ixtilof bo'lgan bir masala bu. Ba'zilar deydi, yo'q, xalo kirgandan keyin deyishniki o'zi qat'iy dursa emas deydi. Xalo kirib bo'lgandan keyin bismillah deyish yoki bir narsa deyishniki o'zi bu qat'iy nima emas, u dursa emas, ya'ni zikr tasbih oyat nimani bunda o'qish qat'iy harom deganlar bor. Ba'zilari kirishniki oldida deydi, ba'zilar iroda qilgan vaqtning o'zidan deyish kerak deydi. Ba'zi vaqtda mutlaq ba'zi olimlar shunga hammasining bir yedisi bor. Yedisi bo'lganda ba'zi odam yo'q, kirgan vaqtda desakmi bo'laverdi deydi. Ya'ni ba'zilar deydi, ya'ni xaloniki o'zi rasmiy bir tayyorlangan hozirgi davrnikidek
men tayyorlangan bir, yasalgan bir hojatxona deymiz hamda. Shundoq bo'lgan vaqt o'zida, bu yerda kirgan vaqt o'zida degan gapning o'zidan, ya'ni u odamning taratgan vaqt o'zida cho'l, jazira, bayon, uchuqchilik yerda bir qilibdi. Uçan o'zi qanday qiladi? Bu yerda kirgan vaqt o'zida dedimdi. Kirgan vaqt o'zi degan u kirmaymadi, uchuq yerda u yoch qanday qilsa uçan demisin bo'ldi deganda gap chiqdi deb. Shu bu yerda Imom Buxoriy babni qo'yishda alohida diqqat qilib, bu yerda ixtilof ham yedis bu to'g'ri bir qancha ham tövanda deydi. Mushu e'tiborda shu an halada degandiki bu yerda muzof bilan muzofin ilayhiniki o'ttirish jazma bir narsa iroda qilindi yedis asosan. Ma birinchi yedis asosan u chiqmaydi. Birinchi shu matniki yedisi. Andiki keyingi tabi'un va falan dedi degan ma yedisiga asosan andikin kirgan vaqtingizda ya iroda qilgan vaqtingizda chiqadi degan gapchi chiqadi endi. Endi xalo degan gap. Xalo degan gap, xalo yaxlu, xaloan degan gapningki o'zi bu lug'at ma'nosi. Ya'ni nima bo'ldi bu? Xoli bo'ldi, ya'ni bo'sh bo'ldi, ichida hech qanday bir narsa bo'lmadi degan shu gap bo'ladi. Endi xalo deb shu hamzalar kelgan vaqt o'zida men shu hojatxondan iborat va taratxonniki o'zini xalo deydi bu urf-odat ishlatayotgan gap. Endi buniki xalo deb mahsur ma'nosi kelgan vaqt o'zida o't yosh deb keldi. Buniki bobda o'shtaq deb keldi. Endi bu yerda nima uchun bu o'buriniki o'zini hojatxonning o'zi xalo boş joy deydi bu yani desa. Çünkü o joyning o'zi odamlarning o'zi ehtiyoji toza ehtiyoj bo'lib qolgan birdan onu tugatgandan keyin tugatga birdan turdi, unidagi bo'sh qoldi. Davomli uning ichi turadigan ya emas, yani uydagidek u yer uyda davomli urib turdi. Ammo bu birinchi shu bir odam davomli turmaydi. Shu e'tibor bilan xoli turadigan joy, odam bo'lmaydigan mandaq bir joy degan e'tibor bilan shunga taras sindiradigan, ya'niki isminiki o'zini odamlar davomli turmagandan keyin bo'sh turgandan keyin shu e'tibor bilan xalo joy deb nima qildi buni atidi. Endi bizning Uyg'ur tilida xalo joy deymiz. Xalo joy degani arabdan kirgan, arab tilidan kirgan, bizning Uyg'ur tilidagi ichiga kirgan nima u? Bir til endi. Dedi İmam Buxoriy rahmetullah alayh. Yedis bayon qilib bizga Adem. Dedi Adem. Yedis bayon qilib bizga Shoba bo'lsa Abdulaziz Suhayb'din. Dedi Abdulaziz, anladım ben Enes radıyallahu ta'ala anhu'du deydi. Berti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaçaniki kirse Peygamberimiz halaga dedeni. Halaga kirse degen kirip olgandaki degen gap. Maidesinin zahiri şu. Kirse degan gapni biz ham aytsa zahiri qarab, bir şeyni zahiri qarab qilsak, kirib bo'lgandiki deydigimiz degan gap chiqadi. Lekin tovanki bir qancha rivoyatga asosan, ya'ni nima deymiz bu yerda kirishni iroda qilsa, ya'ni kirmoqchi bo'lsa, ya'ni kirishniki oldida degan ma'nochi bu rivoyatchi chiqadi. Undan oldin men mushundaq hadisga asosan ulamolarimiz ba'zilari maidasini tutib, yeni ba'zilari yeni birisini qilib, yeni birisi yoki maidasi o odam yetib boshqa hadis bo'lmay deganidek ashudaq gapni çok qiladi. Xalo kirgan vaqt o'zida deyti Peygamber xalo kirgan vaqt o'zida deyti deganda kirib bo'lgan vaqt o'zi degan gap. Allohumma inni a'uzu bika minal xubsi val xaba'is deyti. Ey Allah, jazmaman sig'inaman sizlarga, sizga xubisdan noiti eski, yaman, nachar narsalardan va xaba'isdan. Yani eski yaman şeytanı, yani erkek şeytanlarınki yaman eski aşıda yaman şeytan aşıda cinlarınki erkek cinlar ve tiş cinlarınki nerselerde men neme kılman onun deyin meselede çok bana talep kılman deydi. Neymiş bunda deydi o dese? Çünkü şeytanlarınki yani cinlarınki turduğun asas cahit paskın cahit turdu. Şu an bu doğru kan Peygamber'in yedisi var. Mesela Allah Teala insanı Adem Aleyhisselam yarattığı vakti özüde bu cimbati yarışarınki özüde ve şu vakti özüde bulanınki özüde bu bulanın özü çöl cezire. Adem yaşamaydıgan paskına aşındaq yerge Allah Teala bunu aydı batkan. Senin yerin bu şey yaşaydıgan de. Bununki yaşaydıgan yeri asli pakiz. İnsanlar yaşaydıgan bir yerçi emez. Hem de şu katarda bulanınki rizki annem boludan diken bunun rizki
usqan, tezak va hokazo narsa kerak bo'ladi. Mana shu e'tiborlar buniki turadigan joyiniki o'zi xalo bo'lgandan keyin, endi xalo kirgan vaqtingizda bu odamga ziyon yetkazadigan ish shu bor. Bu jinlarniki o'ziniki. Unda o'ziniki bu e'tiborda payg'ambar shu kirgan vaqtiga o'zida mana uniki yomonlik yetkazib kelishdan Allohdan panoh talab qilinglar deb men mushu duoni shu nima qilgan ta'lim bergan. Unda o'ziniki biz mu'min, musulmon bo'lish e'tiborimiz bilan halol kirishlikka oldida, men sol qo'l bilan, sol put bilan kirishlikka oldida men mushu duoni qilishimiz kerak. Endi xubus degan nima? Xubus va xabais. Buningda jiq ma'ni aytildi. Aslida xabusa yahbusu, xubus va xabsan deydi paskana degan gap. Paskana degan gapning o'zidan xubusning o'zi so'zgan paskin söz degan gapning o'zi harom so'z degan gap. Yemak ishlatgan vaqt o'zida bu paskin narsa deganki, islom dinimizniki tili bo'yicha, ya'ni isloh bo'yicha degan vaqtda harom narsa degan gap bo'ladi. Paskin odamga deganki pasq degan gap bo'ladi. Men shunday narsa bo'ladi. Endi bu yerda xubusun degan xabisunniki jam'isi nima? Xubus. Xubusun deymiz, kutubun degandek. Endi xabisatun degan-chi mana xabais degan xabisatuniki jam'isi muannas bo'ladi. Buniki jam'isi xabais. Ya'ni paskin narsa. Bu yerda paskin narsa degan vaqtimizda biz endi hozir endi erkak jinlar va ayol jinlar o'zi buni dedik. Uni da boshqa xubusgan har qanday paskin narsalar. Mayli o paskin narsa o'zi erkak ataya ait olsun, mayli kishga ait olsun, har qanday paskin narsa. Mesela onunki narsa nima, mesela jin dedik, uni boshqa har xil, ya'ni paskin narsa bo'ladi, hasharat va uni boshqa har xil aşağıda yashaydigan qutqunğuz bir narsa kerakniki o'zi shu. Bu e'tiborlar hammani nima qildi? Bu chog'ning o'zida buni o'ziga oldi. Unda o'g'anikin men bu yerda asosan ya'ni mu'min musulmonlarga zarar kelishligi oldini bu yerda payg'ambar bundaq bu kamisi deb o'rgatyapti. Uning uchun mushu duoni qilishimiz kerak. Endi shu ba'zi odamlarga jin mushtaq şeytanlarniki müşundak cin şeytanlarını çapışıptı deganlarning o'zi shu vaqtning o'zida aşağıya kirgan vaqt müşta duoni o'qimasak ham shu uburni va kaza uy binaskarahning o'zi pokizlik diqqat qilmaslikdan bo'layotgan gap. Chunki o şeytanlar yerda turdamda bu nimani jinlarniki o'zi. Endi yana bunga hamdi Bazıları deydi xubsun deb baniki sakindan o'qish kerak, buni boshqa o'qish bo'lmaydi deydi. Bazıları yo'q xubusun deb baniki o'zini pesh bilan o'qishimiz kerak deb ashta deganlar bandi. Endi xubsun yoki xubsun degan vaqtimizda mastar bo'lib qoladi. Mastar bo'lib qolgan vaqtimizda uni zibar o'qisak bo'lmaydi, uni pesh o'qishimiz kerak degandek ashta nima va ma'nosi bor. Undan keyin xubusun degan xabisunniki jam'isi. Xabisatu degan xabais degan xabisatuniki nimasi bo'lgan bo'ladi? Jam'isi bo'lgan bo'ladi endi. Ergashdi bu odamga Ibn Ar'ar Shobidin mutabaat. Uniki zemiri bu yerda bu maf'ul bo'ladi, uniki odam yanida. Ergashdi bu odamga İbn Ar'ar Şobidin ergeçti deydi. Şobidin ergeçti kendiki Şobidin ergeçti Şobidin kim? Yani Abdülaziz Suhayb rivayet kıldı dedi Abdülaziz. Alındım ben Enes radıyallahu ta'ala deydi deyen gap emdi. Uçağınızda Adem'din Şobidin rivayet kıldı yukarı yediz kasasen zat rivayet tuttu izah dakhalede. Emdi bu yılki inan Adem'din bu yerde İbn Ar'ar ergişip Şobidin rivayet kıldığı vakti özüden bu uçağınızda İbn Adem'ninki özü rivayet kılıp onu dekin İbn Ar'ar onu dekin Şobu oluptu. Şobu o vakti özüden manda rivayet oldu. Va dedi Gundar. Dige Adem Şobidin. Yani aşağıda bir rivayet kıldı deydemdi bu bir rivayet oldu. Bir talih oldu. Vay dedi Gundar Şobidin. Uçağınızda Gundar Şobidin dedi degen gapniki özü. Yine Adem'e etip olgan buludun. Adem'e etip olgan keyin uçağınızda yedis bayan kılıp verdi bizlere Gundar Şobidin degan gap buludun. Bu bir talik, iki talik buludun. Bunudur rivayet kavakti özüde. Ma işkeylendirdim, ma rivayetin özüde
İza etel hala edep bakın. Maravayetten. Anında dakhala. Yani halağı kirse degan gap. Yani bir yasalgan halanın işi kirse degan gap oldu. En bayada halağı kelsa degan gap. Yani hacet kılgan joyi kelsa degan gap. Uçar bu am boludan. Bu am. Yani şu an İmam Buxari babning o'zida halodan nima deydi? Yani halo degan gap burni yani ihojat qilgan joy degan gap. Endi haloga kelgan vaqtning o'zida degan gapning o'zi uçan o'zida haloga mayli cho'l jazirada bir yer olsun yoki nima bo'lsin, qanday narsa olsun degan gapni o'ziga ato bilan daxalaning farqi cho'mi shu. Shu mayad ma gapni degan gap İmam Buxari va dedi Musa Hammaddin iza daxala dedi. Kaçaniki kirse dedi. Peygamber şuna dedi. Kaçaniki hala kirse depti. Manıdan nime depti? Eta depti. Anıda yine iza dakhala dep. Yukarı hadiska in bir rivayette mında depti. Ve dedi Said bin Zeyd. Yani bu yeni bir muallak olan bir hadis. Dedi bu Said hadis bayan kıpırımızga Abdülaziz. Yani Abdülaziz hadis bayan kıpırımızdakin uçağınızda ve dedi Said bin Zeyd. Digendikin Şobe'ninki ornuğu geldi değil mi? Şobe'nin ornuğu geldikin bu adam dedi ki İspanyol Abdülaziz. Ne mi dediyse dedi Peygamber kaçaniki iradı kısa şoki kirgey. Bu adam şu iradı kısa dedi. Yok işkiye de edisin üzüde kerga vakti üzüden kirga vakti üzüden yani işçide disi boludu diye yap çıktı. Manıdan kirişli iradı kısa. Yani hem de terasını bazı kıstap gitti. Hemen bir teras kırıp bir ubunu verip kelay diğer vaktinizde kirmey durup diyen çok yap çok boludu. Şu an İmam Buxari mayadaki boğan ben 3 tane muallak yani ninki yüzü bu yerde keltirişinin yüzü 4 tane muallakni keltirişinin yüzü ta'liq edisinki keltiriş yüzü mashadiki izat dahalaniki o'rniga nima keldi? Yani kirgandi deymizmi? Xaloning ichiga kirgishniki oldi deymizmi? Degan vaqt o'zida İmam Buxoriy umumiy ko'z qarashida kirishniki oldida. Agar kirishniki kelgandiki desimi o'burning ichida bismillah Allohu akbar desimi bo'ladi. Zikr tasbih o'qisin bo'ldi degan iroqqa bo'lsa qolgani uchun keltirmaydi. Yani demak o'burning kirishniki oldida bir mo'min musulmon er ayol olsun kirishniki oldi deyish kerak. U o'burning qilgan o'zida u yerda demaslik uchun kerak. O degan pastki joy bo'lganikin Allohning zikri degan ulug' pok joy deymiz deb, buning uchun nima qiladi? Iroda yo'q qiladi. Endi bizdeki hozirgi yashayotgan rayonlarimizdagi o'zida shahar hayotidagi o'zida uyning ichida bormi o'burninki o'zi. Endi bu chog'ning o'zida tarixni mashhada olamiz. Unda bo'lganikin shu o'burni kirgan vaqt qanday qilamiz desa, biz endi ani o'burni deb yasalgandan keyin u chog'ning o'zida kirishniki oldi deb. Endi tarat olgan vaqt o'zida yani qo'pib tarat olgan yerga kelgandan keyin tarat olgan yani o'zi o'burnining hukmi emas. Shu u yerda yana ayrim yani bismillah deb tarat elib açtaq çok qilamiz. U chog'ingizda ayrim deb hesab kirishniki oldida biz o'burni kirdik deb iroda qildik. O kirdiysa o'burni hisobda oldu. Ani tugatgandiki taratni yenida olgan bo'lgandan keyin u chog'ingizda tarat qandan o'zini chiqitib qoldik. Endi tarat oldigan yerga olib bordik. Shunga u yerda bismillah deb boshlaymiz. Undan keyin shu tarat erish jarayonida o'qiydigan zikr tasbih bo'lib qolsa buni o'qiymiz deb uni qilamiz. U chog'ingizda bu tarat algan joyning o'zi o'burning hukmida bo'lmaydi. Ama ushta desak şu bo'lmaydi. Bo'lmasa, hammada bu taratxona deydi. Desa o'chanda bismillah tarat avati bismillah deyish kerak. Hatta ba'zi olim vojib deganlar bor. Uni boshqa payg'ambar tarat avati ma'ni o'qiydi deganlar bor. O'sha o'qimaymiz mana. Uni biz endi hukmda mushtaqamiz. Chunki oyat mushtaq bo'lib ketgandan keyin endi. Şu bu ixtilofiy masalaning o'zida deb oy bo'lmaydi, oy bo'ladi deb o'tirib, bundaq gapni çok qilishga bo'lmaydi. Har birisiniki bo'ladi, bo'lmaydi deganing bir nemisi bor, tutgan bir hadisi bor. Babu vazil ma'i indal xalai. Bu 10. bab. Bu suvni qo'yishniki babudur xalada. Yani xalada. Bu yerda inda degan gapniki ma'nosi bor, aldıq dersimiz degandek. Xalada. Yani indallah degan Allah'ın dergahida, yani Allah'ın huzurida, yani xalada, yani xala qavaqning o'zida degan gap. Bu yerda yana bundaq qilishning o'zi xala kirishni irod qavaqning o'zidami
Xala kirishning oldida suvni tarat olgan suvni quyish kerakmi yoki bilib kirish kerakmi va qanday qilish kerak deganda buning qarta endi payg'ambar alayhisalom qilgancha hadis rivoyat bo'lgan ekan o'limalarning ko'z qarashmishda ixtilof bo'lgan ekan. Shu bu yerda Imom Buxoriy bu yerda ya xalon irod qilgan vaqt o'zida yo suvni bilib mavsud degan gapni qilmay mutlaq gapni qilib qo'yib, mutlaq gapni qilib, shu xaloda suvni quyish. Xaloda degan ekan o'changizda xaloga kirishlik oldida ya irod qilgan vaqt o'zida yoki uning sirtiga deganidek mushtarni irod qilib ketamiz. Bu yerda irod qilib shunga yedis qasasan mushtar deydigan gap. Shu bir adam tarat olgan vaqt u burniga kirdi. U burniga kirgan vaqt o'zida meni hozir unda ish yo'q, sut zot tayyani. Bunu davrin o'zimizdan o'qimiz 15-20 yil oldida ham Yezining ba'zi oyatlarining o'zi shu hozir shundaq. Bunu bu davrining o'zida bunda u burni yo'q uyning ichida. Unda nima qilib yo'g'on bir dasqa ya ivrakqa suv elib, aniga tarat elib, aniga billa epmada mangdigan gap. Bunda bir ish oldu. Hozir unda sut tayyani shu tarat olgan yaniki o'zida. Suvni ko'tarib жүрмейmiz hozir endi. Agar tasodifiy suv tugab ketib qolsa, andikin oy suv qilamiz deymiz. Endi xalo kirgan vaqtida bismillah deb kirish kerak ekan. Ya'ni Allohumma inni a'uzubiga minal xubsi val xabais o'qib kirish. Kirib bo'lgandan keyin o'qib bo'lgandan kirish kerak ekan. U joyda tarat olgandan keyin suvni qanday qilamiz? Men tartib. Suvni tarat olgan suvni tarat olgan vaqt o'zida billa ib kirimizmi yoki kirishniki oldida tayyor qilib qo'ymizmi? Qanday qilamiz? Mushning ustiga nima bab deydi. Ya'ni demak, xaloda suvni quyish. Ya'ni xalo kirgan vaqtda suvni sirt qilib qo'yishgan vaqtning o'zida shu bu. Dua dedimdi. Dedi İmam Buxoriy hadis bayon qiladigan Abdullah ibn Muhammad dedi Abdullah. Hadis bayon qiladigan Hashim ibn Qosim dedi Hashim. Hadis bayon qiladi bizlarga Varqa. Bu kishi bo'lsa Ubaydullah ibn Abi Yazid'din. Bu kishi bo'lsa Ibn Abbas radhiyallohu ta'ala anhumadin. Shuna debki jazman Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam kirdi xaloga. Xalo kirgandan keyin nima aytdi zohiri? Qo'ydim men Peygamber aleyhisselatü vesselam'a vadu'ni. Vadu deb kelsa nashqata deyildani taraf suyni. Peygamber sallamga xalo kirib bo'lgandan keyin men ishqiniki yiliqimizning yeniga mushta bir suvni qo'ydim. Qo'ysam dedi Peygamber sallam, ya'ni xaloni tugitib ishni tugitib bo'lib shunda chiqqandan keyin men vada'asa. Kim qo'ydi buni debdi. Shundan men xabar berildim. Ya'ni bu yuqorida va o'tib ketdani. Hozir o'tib bu yeni bir qancha qatim o'tdi. Chunki bir hadisda bir qancha hukm chiqadigan gap. Shundan xabar berildim. Ya'ni bu hadisda nima? Men bir kun meniki hammacham bo'lgan Maymunniki qishqa uyga bordim, qo'nib qoldim. Chunki Ibn Abbas radhiyallohu ta'ala anhuki u vaqtniki oliniki o'zi shu 10 yosh, 14-15 yosh, 10 yoshga atrofidagi vaqt. O'shaningizda yosh balon, kichik balon, bahndasi hamma narsa bak qiziqdi. Hammani qandaqdi deb diqqat qilgan vaqt. Balki shuning uchun borgan bo'lishi mumkin. Payg'ambar nima ish qilgandi, qanday ibodat qilgandi deb. Men bu rivoyat bor. Bu yerda xabar berildi degandan keyin Maymuna Payg'ambarning ayoli boshqa rivoyatda Maymuna mushtaq dedi, Ibn Abbas qo'ydi deb mushtaq deb dedi degan boshqa rivoyat bor. Shundan xabar berilgandan keyin dedi Payg'ambar Allohumma faqihu fid-din. Ya Allah faqih qilsa bu odamni Abdullah ibn Abbasni dinda. Yani dinniki ahkam, dinniki ta'limotlarniki o'zini tushunishda, dinimizni tushunishda bu odamni tushunadigan odam qilsa deb mushta nima qildi? Duo qildi. Nima uchun duo qildi? Chunki Ibn Abbas radhiyallohu ta'ala unda kichik valniki o'zi meni payg'ambar sama xalo kirgandan uningdiki tarat aludi jazman tarat aludi buni suv lozim deb o'z bir odam demismi bundaqchani o'zida hamma odam nima qilib boshqa balo o'ynaydi kari yo'q. Meni Ibn Abbas ayada ishni qilgandan keyin payg'ambar rasmiy o'qib bu tushunirga bu bir olim bo'lg'dak, tushuna oladigan bir olim bo'lg'adi. Andaki jamiyat kishida tushunish bo'lgandek, ya'ni tushunishga qobiliyati bor ekan, bu odamning dinda o'qib qolsa buni rasmiy olim bo'ladi ekan deb payg'ambar buni o'qib, men qilgan yaxshilikning muqobilida buniga payg'ambar nima qilgan? Duo qilgan. Duaçı qilib qo'ygan. Ya'ni demak bunun jiq dars chiqadi. Ya'ni bir odam ashta bir yaxshi qilib qo'ygan bo'lsa, uni qarta shuk kutmay, uni qarta duo qilib, yaxshilik qilib, mushtaqchu qilish kerak. Buning nimasi bor? Buningdan o'sha dars chiqadi. Anda o'g'andikin men mushahidis qasasan, suvniki o'zida tarat olgan vaqti, u birni kirgan vaqti o'zida kirishdan burun
Yani bir adam qilib qo'ysa bo'lamdi, bo'lmadi. Bo'ladi. Asli o'zi kirishimi kerak, boshqa adam qilib qo'ysa u nima ekan? Durust ekan. Ya'ni u burni kirishdan burun suvni tayyor qilib, bundoq cho'q qilish kerak ekan. Endi bu yerda Payg'ambar alayhissalomniki xadoda qilib qo'ydim deganning o'zidan Payg'ambar ham istinjoni qanday qildi? Buningda jiq nima va uningda ixtilof bor. Şu bazı olimlar tövəndə keladi. Bu istinja masalasiga o'zida Payg'ambar ham suv bilan istinja qilmagan. Faqat dangal deylamda tosh bilan qilgandi. Buni uni qilish kerak, suv bilan bo'lmaydi degandek o'shda ixtilof chiqibdi ekan. Chunki Payg'ambar ham bunda rivoyat bo'lmagan ekan. Nima uchun Payg'ambar ham unda suvda qilsa o'zi kirsa olmamdi. Nimada qildi Payg'ambar ham uçağın o'zida deb o'tirib. İnşallah bunun keyin istinja babida keladi. Yani demek Muşu uburni kirishniki oldida suvni tarat olganga tayyor bo'lish kerak. Chunki mu'min har qanday vaqtda taratning ustida bo'lishini aytayman, u yaxshi. Babun la tusaqbalu qiblatu bi gha'itin aw bawlin illa inda bina'i jidarin aw nahwihi. 11. bab. Aldığını kılınmaydı kıblege. Çoğun taharet bilen yoki kichik taharet bilen aldığını çok kılınmaydı. Fakat binada yani bina bayede yani binada degan tamdan tam bayanın yüzü de mesela taharet kıptın yoki tam bayanınki o'xshidan. Tamnınki o'xshidiki mesela tam o'xshagan yo'g'on do'ng varken, yo'g'on tosh varken ya daraxt varken yoki hayvonlar varken. Men mushu vaqtdagi o'zida, mana o'chaning o'zida qiblig'ini qilmaydi, oldini cho'q qilmaydi. Endi biz endi yuqorqi babga asosan u buni kirishdagi oldida Allohumma inni a'uzubika minal xubus va xaba'is deydigan bo'ldik. Tarat olgan vaqtdagi o'zida mana kirishdagi oldi suvni tayyor qilgan bo'ldik. Andan keyin kirib shu hala kirgandiki qanday qilamiz? Qibliga endi bizga nisbatan mu'min musulmonlarga nisbatan eng muqaddas joy nima? Qibla, ya'ni Ka'ba. Bu Ka'ba islom dinining nimasi shuari. Mana bu shuari bo'lgandiki, buniki mana namozni osh tarafga qarab nima qilamiz? O'qiymiz ham hajniki 5-farz bo'lgan bir farzning o'zi shu yerda shu berib uni tavob qilib ziyorat qilib qilamiz. Bu cho'ng nima bu? Bu ta'zim, hurmatni shu bildirdi. Bildigan bo'lgandan keyin biz o'chani ko'zimiz ko'rmismi? Biz uni taraf, jihat tarafni o'chini bilamiz. Mana bu e'tibor bilan bu o'burniga kirdi degan o'ziniki paskin narsa uyat chiqadi degan gap, ham o'ziniki paskin a'zosining o'zini ochdi degan gap, qaratdi degan gap bo'ladi. Mana bu e'tibor bilan qayerga kelsa mayli deb o'ttir qilgan ish yo'q. Har bir mu'min musulmonniki her qanday ishniki jazman Qur'on hadisga loyiq bir ish qildigan bir nimasi var, o'lcham bor. Buni Qur'on hadisi allama qachon nima qilib bo'lgan, bakchub bo'lgan. Unda vaqtda halok kirgan vaqtimizda qanday qilamiz? Halok kirgan vaqtimizda. Halok kirgan vaqtimizda biz ma'lum taraf 4. O shimol, janub, sharq, g'arb deb. Unda vaqtda bu yerga bizga nisbatan eng muqaddas deb yer shaning o'zida taraf deb bir o'z yaz ko'msaqmi, taraf e'tibordan Ka'ba bor. Ka'ba bak ulug' bo'lgandan keyin o'chog'imizni qanday qilamiz? O'chog'imizda qiblaga oldimizni yo kaynimizni qilamizmi yo qanday qilamiz? Men mushni qilib qildik, keldik. O'chog'imizda men o'birni kirdim deb, o'birniki o'zi shundoq o'tirib qildigan ish yo'q. Buni qanday nima endi tek boshqa hadisda o'ng tarafni o'ng putun besibroq o'tiringlar. Amanda qilinglar, anda qilib putuni o'ja jo'g'a vaqtida sol qo'lni ishlatinglar, ayni tövəndə keladi. Muşda adab axloq bor. Ya'ni demak, islom dinininki men mushu ishniki o'zi ta'limot berganning o'zidan uningda cho'ng ishlarga jazman nima va uningda ta'limot va nizom tuzumchi bor. Men odat ishda mushta payg'ambar ham Qur'onga buni ahamiyat berib uni o'rgatgandan keyin uniki eng yuqori bo'lgan mesela davlat qurish meselesindeki üzeri en çoğu şu. Bunu da cezmen neymi var? Bunun da İslam dinimizdeki talimatı çok var. Yani bu çıkı demdi. Yani din degen fakat mescidin içinde ya ki özdeki üyündeki içinde olan şahsi ibadet demez. İslam din. Bu neymi? Bir bütün hayatlıkındaki hemmisiga, mevcudatındaki hemmisiga alakadar olup çetildiğen bir neymi o? Onu başkurulan, nizamı düşürgen bir tüzüm ve nizamdan ibaret olan neymi bu? İlahi kanun. Bu çok bu. O dinimizin başka şey kar yok, onda iş yok. Hem işte Kur'an hadisi neyimiz var, bununla bir ölçem var. Şimdi bu yerde
La tustaqbalu. İstakbala yastakbilu deydi. Asıl kabula yakbulu degan nima qabul qildi, yani oldini qildi degan gap. İstakbala babida qilgandan yani o adam oldini qilishni talab qildi. Yani qabul degan nima oldini qildi degan gap. Bu yerda istakbala degan oldini qildi, yani qabul yani oldi degan gap bo'ldi. Unda o'g'andan keyin bu yerda qibla degan nima? Qibla degan asl shu odamniki yuzlik qildigan taraf degan ma'noda, umum ma'nosi bu shu. Ammo bizniki islom dinimizda islomiy kitoblarning o'zida qibla deb kelsa, Qur'onda va hadislardagi o'zida Ka'baninki o'zini ko'rsatdi. Ka'baning o'zini nima qildi? Ko'rsatdi. Ya'ni qibla demak, yani bir adam mu'min, musulmon odamning o'zi namoz o'qigan vaqt o'zida yuzni keltiradigan taraf o'qavi Ka'ba degan gap bo'ladi. Unda o'g'andan qibla degan shu, ana buniki ismi bu. Endi g'oyt degan nima? G'ota yog'ut g'avt va g'iyot, g'ayton deydi. G'ota degan gapning o'zi bir kengroq bir joy bo'lgan bo'lsa, pasarak, aramayib bunda turadigan bir joyniki o'zini g'ota, g'ut deydi endi. Bu g'ut degan lug'at ma'nosi shu. Tuzdan adamsa pasarak, ikkinchi bir adam ko'migidek bir joyniki o'zini g'ut deydi. U yer bo'lgan odamning g'oyt, yani past bo'lgan, aram og'idak o'ltirib qildigan bir joyniki o'zini g'oyt, yani bo'g'ish adam degan shu gap endi. Baul degan nima? Suydik, 12 abvalun deydi endi. Anda o'g'andan keyin oldini qilmaydi qiblaga g'oyit bilan. G'oyit bilan nima? G'oyit bilan cho'ng taratni sindirish bilan. Cho'ng taratni nima qilish bilan? Bu yerda sindirish bilan. Bu yer kangri joyniki o'zi bunda g'oyit deb unda deyish, chunki odamniki chiqadigan cho'ng taratning o'zi kichik joyda cho'ng yo'g'roq joyga chiqadi. Yo'g'roq joyga chiqib rahatlanib qolgan odam. Men bu e'tibordan cho'ng taratning o'zini g'oyit deb bunda atish sababchi shu. Yani qiblaga oldini qilmaydi g'oyit bilan. Yani g'oyit degan nima? Cho'ng tarat qilish bilan. Yoki kishi tarat qilish bilan. Biz chiroyli deymiz, ani qilish ma'nosi sat bo'ladi endi. Bu oldini qilmaydi dedim. Fakat nimada oldini qilsangiz bo'ladi, agar shunday bo'lib qolsa, tam bu vaqtingizda. Yani o o'burni ekan, atrofı itiklik, tam bilan to'silgan, yoki bo'lmaydi, oldingizda nima ekan, yoki tamdan boshqa, yoki tam yoki cho'ng bir daraxt bor ekan, yoki yo'g'on bir tosh bor ekan, yoki yo'g'on bir do'ng bor ekan, yoki bir kala yoki qo'ynima oldingiz qo'yib qilsiz. U chog'ingizda shu taraf qavaqtingizda qibla qo'yib qolsa-chi, nima o bo'ladi deb mushtaqchi deydi endi. Endi bu yerda o'burni kirgan vaqtingizda qibla tarafga oldini qilish qilmaslik masalasiga o'zida bu yerda ulamoning o'zi jiq ixtilof bor. Yani bu kichik ish bo'lgan bilanmi deb qaraymiz, ammo bu cho'ng bir ish. Ba'zilar deydi, har qanday vaqt o'zida qiblaga oldini qilish, mayli u odam saroda qilsin, uchiq joyda qilsin, yoki bino joyining o'zida qilsin, qiblaga oldi va oxirni qilishga bo'lmaydi. Bizdagi Hanifi mazhabda buni asos qiladi. Chunki bu to'g'riliq, men tövanda keldim. Abu Ayyub Ansari radhiyallohu ta'ala hadisi var. Bunuğa deydi. Bazıları ya o qaysi qısınız mayli, siz o yana uchiq joyda olamdı, binanın içinde olam, qandaq taraf qısınız bo'ladi degani çok var. Yeni bazılar ya bu uchiq joyda bo'lmaydi, ammo binanın içinde u buraya kirib qolsiz, uçağınızda qibla qo'yib qolamdi, qaysi qo'yib qolsa mayli deb ashta nima qiladi? Qaraydi. Mesela İmam Buxoriy rahmetullahi alayhiniki ko'z qarashida. İmam Buxoriy mana bu tam bo'lgan vaqt o'zida uçağınızda qibla qalamsiz, aldığınız bir tosalgı bir yer olsa, çünkü aldığınız tosalgı bo'lgan vaqt o'zida u birini tarafdan tursa, bu adam qibla qaridi demek. Tam qaridi va kaza tarat qilibdi deydi. Mana bu e'tibordan u yerda u bo'ladi, ammo u chiqish joyiniki o'zidan uçağınızda tarat qilib qolsangiz, uçağınızda qibla oldini qilsangiz bo'lmaydi demoqchi endi. 144. hadis. Dedi İmam Buxoriy hadis bayon qilib bizga Adem. Dedi Adem. Hadis bayon qilib bizga İbn Abi Ziyab. Dedi o İbn Abi Ziyab. Hadis bayon qilib bizga Zuhri bo'lsa Ata ibn Yazid al-Laysi'din. Bu Adem bo'lsa Abu Ayyub al-Ansari radhiyallohu ta'ala anhu'din. Dedi Abu Ayyub. Dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem,
Qachoniki kelsa, sizning biringlar g'oyit kelsa. Ya'ni g'oyit deganim xalo joyga kelsa. Pes aldığını qilmasin, o biringlar qibliga va oqini qilmasin, o biringlar shu qibliga o'zing dumbisin shu oqini shu qilmasin. Deb adidiki nima deb aytmasam, sharriku aw g'arribu dedi. Sharq taraf qilinglar yo g'arb tarafini shu qilinglar deb mushtaqcho nima qildim dedi payg'ambar dedimiz. Bu Ebu Ayyub Ensari radhiyallohu ta'ala'nın demesi o sözü. Onda varken biz Hanefi mezhebinin özü muşu Ebu Ayyub'nınki yerisini tutup, bu adamın özü, meli uçuk çayda olsun, meli binanın içinde olsun, bu adamınki özü uburniğen taraftan kırğa vakti özü de kıblığa aldığını ya kayını kılmıştık özü ubdan çok emez. Bu mekronime tenziye dep mekro dep ne kalımız karayımız. Bu şeydir kasasen. Şimdi Peygamber şarq taraf karanlığa ya ki garp taraf karanlığa dedi. Bu şarq taraf ya garp tarafga kim gidiyordu bu gapni? Bu gapning özünü Medine Munavvaradagi kishilar uchun devodu sahoba degan. Sahobalar bevosita shu xitob bo'lganligi chunki Madinamga nisbatan, Madinamni tuvatgan kishilarga nisbatan qibla degan janub taraf. Qibla degan nima? Janub taraf bo'ladi. Qibla degan janub taraf bo'lgandan keyin ularniki hamda sharq va g'arb tarafda qibla yo'q. Ammo bizniki rayonlarimizga, O'rta Osiyo va Pakistan va kaza tarafga nisbatan buningki qiblasi g'arb bo'ladi. Shuningdek Misr, Jazoir deganidek Shimol Afrika davlatiga nisbatan buningki qiblasi nim bo'ladi? O'chani o'zidan men sharq bo'ladi. Yamanlikning qiblasi shimol bo'ladi. Turkiya va Suriyadagi kishilarniki, Iroqniki nimalari bu asosan nimaga janubga qaraydi. Unda o'ylaykin ba'zi ulamolar texi mush etis asos qilib, "Mayli siz dunyoning nerede bo'ling, siz qat'iy sharq tarafga qilibsiz, siz nerede bo'ling, qat'iy shu nima qilishga bo'lmaydi, sharq shu janub shimol qarab bunda qilsangiz bo'lmaydi. O'chaningizda sizning qiblangiz yoki sharq yo g'arbda bo'lsin, o'changizni qilsangiz shu bo'laveradi, shu joy qarab qilish kerak dedi Ezizma zoir qarab. Mush birinchisi tutib, mushtaqa odam bo'lgan ekan endi. Endi biz deymizki bu Peygamberning mailisining o'zi Madina Munavvaraga, ya'ni ulug'iga nisbatan qiblaniki o'zi janub yoki shimol kelgan vaqtda shimol qarilgan kishilar deyilgan gap. Deyilgan gap bo'lgandan keyin bularga men shimol nima g'arb yoki shimol sharq tarafga qilish kerak deb bu xitob aşağıcha qarilgan deb nima qilamiz unda tushunamiz. Mayadamdan Ebu Ayyub Ensari radhiyallohu ta'ala hadisidan qiblaga men pala yassaq bil asli bilil deb unda bu zir o'qiymiz chunki asli bu nahiy. Mana oldini istiqbol oldini qilmasin qiblaga deymiz. Endi ba'zi rivoyatlarda pala yastaqbilul qibla ta deb lamni pash o'qidigan ish va bu nihoyat ojiz. Chunki yuqoriga ham mos kelmaydi. Bundaq nima bor. Unda o'ylayki bu umum mutlaq. Mana qiblaga oldini qilmasin va keyni qilmasin degandan keyin mayli uchiq joy bo'lsin, mayli binoning ichida bo'lsin, uyning ichidagidek hozirgidek bundaq qilsa am bo'lgandan keyin o'changizni qattiq qisib bo'lmaydi ekan deb mutahni qilib biz ko'chib qaraymiz endi. Bu yerda shu hozir deganimizdek shu qiblaniki oldi qilish qilmaslik masalasi bek muhim. Bo'libmi amalda qilmasligimiz kerak endi ixtilofdan chiqish uchun. Ebu Ayyub el-Ensari radhiyallohu ta'ala'nınki hadisi. Endi İbn Ömer radhiyallohu ta'ala hadisi var tövəndə keladigan, bu başqa nim qıldı. 12-ci bab. Babu men teberreze ala labinatayni. Bu bir kişiniki babıdır ki, mene uburniği badi o adam, yani uburni, yani teres sındudi bu adam, işki kesahinin üstü durup. İşki kesahinin üstü durup, mene o nime kıldı, teres sındudi. Men muşniki nemisi o, men babı bu deydemdi. Hem de bu yerde teberreze degen neymi? Hem de teberreze degen ki biraz deydi. Aslında barize, yubarize, mübarezeten dep gelse, iki taraf maun, iki asker birbirinden meydan tutsa, kere dep
mush qilishni elib yoki ikki odam mushlash yoki musoq maydoniga tushgan bo'lsa, buni mubaraza qildi, bir-birining o'zi qandoq ekanini oshkor qildi degan gap. Oshkor qildi degan gap. Bu e'tibordan mubarazat shu deydi. Buniki jamisi bor nima masdari baraza yubarizu mubarazatan va birazan deydigan gap. Shu buniki iborating o'zidan biraz deb o'qimay, biraz deb o'qimay, zibar o'qim, biraz deymiz. Biraz degan vaqtda musobiq ma'noga kelib qoldi. Biraz degan vaqtda o'zida uburni kirish masalasi uchun bildirdi deydi. Endi bu yerda nima uchun bu asl baraza degan gapning o'zi, baraz degan gapning o'zi kengri bir joy degan gap. Kengri bir joy degan gap bo'ladi. Kengri bir joyga chiqsa degan gap. Chunki uburni chiqadigan odam tor joyning o'zi kengri joyga chiqadi. O vaqtning o'zida cho'ng bir maydonga ana shu atrofidagi cho'ng bir odam yo'q, odam yo'q bir xoli joy bo'lgan gap, bu rohat bo'lgan gap. Bu e'tibordan uni nima dedi? Tabarraza deb mushtaqcho dedi. Ya'ni bir odam uburni chiqmoqchi bo'lsa, ya'ni tarasini do'moqchi bo'lsa, o'shangizni qanday qilsin? Mana uni shu xoli joyga, kengri joyga chiqmoqchi bo'lsa degan gap. Yeni bir ma'noda, yalaqa uburni yalaqa chiqadigan narsa o'z qo'saqning ichida bo'lgandan keyin ta joy. Ta joyning o'zi kengri joyga chiqdi. Ya'ni ichidagi narsa kengri joyga chiqaryapman, sirtga chiqaryapman degan nimada bo'ladi? Gap ko'p bo'ladi tabarruzaning ma'nosi. Bir odamki tabarruz qilsa o odam tafaala bobidan. Ya'ni tabarruz qilsa degan qisqab shu tanishib qolgan narsani sirtga chiqaraman, kengri joyga chiqaraman deb ashta qilsa degan gap. O'shaningizda, ya'ni biz nima deymiz? Uyg'urcha buni nima qilib, ya'ni tarasini do'moqchi bo'lsa. Ya'ni tarasini do'g'an bo'lsa, ikki bir odamki tarasini do'du odam ikki sahning ustida o'ltirib degan shu nima bo'ladi. Endi labinun degan nima? Labinatun bu kesak, ya'ni shu laydan yasaydigan xishti nima qilgan narsani o'zi nima deymiz? Kesak deymiz. Bu labin deb nima qildi? Buningda atıldı demdi. Endi bu yerda İmam Buxoriy rahmetullohi alayh men gapniki o'zini qo'yishlik o'zi. Yuqorida Abu Ayyub Ansari radhiyallohu ta'ala hadisini keltirib, ya'ni qanday qilsangiz mayli dedi. Yeni birisi anladı ekan, sen ubuni chiqadigan ish odam yo'q, xoli joy bo'lish kerak dedi. Degandan keyin an ma'noda sen odamniki o'zi sal egizroq bo'lsa, ubuni o'zi sal egizroq odamniki to'pimida ko'rinib qolsa-mi, o'changizda u yerda haq ko'rmaslik degan gapniki o'zidan jinsiy a'zoni ko'rmaslik bo'lgandan keyin bu e'tibordan undaq joy bo'ladi demoqchimdi. Dedi İmam Buxoriy hadis bayon qilgan Abdullah ibn Yusuf dedi Abdullah xabar berdi bizga Malik bo'lsa Yahya ibn Said'din. Yahya ibn Said olsa Muhammed ibn Yahya ibn Habbandin. Bu kishi olsa o'zining tog'isiki Vasib ibn Habbandin. Bu Vasib ibn Habban Abdullah ibn Ömer'den rivayet qildi. Shuna deb jazman Abdullah ibn Ömer berdi deydi Abdullah ibn Ömer. Jazman bir necha odamlar deydilar ular qachoniki o'ltirsan sening hojitingda. Sening hojitingda, ya'ni sen hojat kirib, o'burni kirib mushtaq hojat qilman deb aşağı oltursan, pes aldığını qilma qiblaga va yana Baytul Muqaddasga men aldığını nima uchun qilma deb bir necha odamlar mushtaq deydi dedim. Bu yerda yani bu gapni deyishi kim o degan odamlar? Yani Abu Ayyub Ansari radhiyallohu ta'ala'nınki aşı hedisini tutgan odamlar. Yani qiblaniki o'ziga mana bu yanaki uchish joyda qat'iy bo'lmaydi. Binova yani o'zida uburni qilmoqchi bo'lsa, o'sha tarafini do'moqchi bo'lsa o'zidan, ya'ni qiblaga oldi qilsaqchi bo'lmaydi deymiz endi biz, makro deymiz. Men Abu Ayyub Ansari radhiyallohu ta'ala hedisini tutgan odamlarning o'zi. Shuni shu chon o'zida bu gapniki o'zi sahobaniki, tabiiniki davrida umlashib ketgan. Bu qat'iy qilsaq bo'lmaydi deb. Bu gapni Abdullah Ömer radhiyallohu ta'ala anlapti. Men mushtaq deydi bu gapni. Degan bu to'g'ri emas. Bu Peygamber burun açtaqan bo'lsam, kim undaqçı qilmagan bu ishni? Qanday qilgan? Men mundaq degan. Endi bu yerda qibla oldini qilmasin va Baytul Muqaddasga oldini qilmasin deydi. Endi Baytul Muqaddasga oldini qilmaydi va qiblaga oldini qilmaydi. Chunki Madinaga nisbatan Baytul Muqaddas shimolga keladi. Shimolga kelgan bo'lgandan keyin bu e'tibor bilan u Madinamniki o'ziga Baytul Muqaddasga yani Kabe'nin o'ziga oldini qildik, Baytul Muqaddas kayni qildi degan gap. Baytul Muqaddas oldini qildi degan Kabe'ga kayni qildi degan gap. Mushtaq
Çünkü Medine'nin Beytül Mukaddes bilen Kabe'ninki ikisindeki otursida. Yani bu itibardan men müştak gap bo'lib ketgan. Hatto ki Kabe emas, Beytül Mukaddes'ga aldı ağını kısıca bo'lmaydi deb işte umuluşup ketib ketgan tarafsın doğan vaqt o'zida. Endi biz endi Kabe'ninki o'zi mana bu Beytül Mukaddes qarab namoz o'qilgan joyninki o'zi yo'tkilib Kabe'ga yo'tkalgandan keyin u mansux bo'ldi. O'sha o'zi o Beytül Mukaddes'ninki Kabe demek qibla bo'lishning o'zi amalda qoldi. Qolgan bo'lgandan keyin uçakçı bo'ladi deymiz. Endi ba'zanlar ya unda qilsak bo'lmaydi. Beytül Mukaddes'ga qarab turib tarafsizda olsak, yine bo'lmaydi deb aytmoqchi nima qiladi? Qaraydi. Şu an bizniki rayonlarimizga nisbatan mana Kabe olsun, Beytül Mukaddes olsun, her ikkisi bizga nisbatan g'arbga to'g'ri keladi endi. Şu an g'arbga qarab nima qilmaymiz, tarafsizcha sindirmaymiz endi. Degandan keyin Müştah deydi dep andaki dedi Abdullah bularga cevap berip jazman men o'rlagan edim men bir kuni biz uchun bo'lgan bir o'yninki dumbisiga. Endi bu yerda Allah dahri beytin, dahr degan dumbi bo'ladi ana. Sat bu arabcha gapninki o'zida o'gizninki o'zi nima deydi arabchada sathun deydi endi. Soqbun degan nima? Turus. Unda olgandan keyin saq deyish kerak. Endi bu o'yninki dumbisi deb boshqa ishlatilgan ish bor arablarniki. Biz uchun bo'lgan bir o'yninki dumbisiga. Men o'rlab bir kuni bir ish bilan chiqib qoldim deydi endi. Endi bu yerda nima uchun biz uchun bo'lgan o'yni desam boshqa rivoyatda bor. Bu hapsning uyi degan gap. Hapsi degan gapning o'zi bu Abdullah Ömer radhiyallohu anh'ın bir acisi. Yani acisi mi ya sınırlısı mı bu ikisi değil mi? Hem de bizim uyumuz dişi bu yerda hapsning uyi degan gap rivayet var, boshqa rivayetlar bor. Nimişki bundaq deydi o dese? Çünkü hepsi radhiyallohu ta'ala anha mana vafot bo'lib ketgandan keyin u uyga Abdullah ibn Ömer radhiyallohu ta'ala varis bo'lib ketgan. Varis şu Abdullah ibn Ömer radhiyallohu ta'ala şu uyga qarab ketgan. Mana bu itibar bilan şu an biz uchun bo'lgan uy deyishki sababi shu ekan. Bo'lmasa hepsi radhiyallohu ta'ala payg'ambar tutmagan uy u. Abdullah ibn Ömer'in uyi emas. Bu keyinki itibardan yüz turayotgan uy bo'lgandan keyin tabarruk deb ham yüz saqlayotgan uy bo'lgandan keyin shu biz uchun bo'lgan bir uyninki usti degan shu ekan. Biz uchun bo'lgan bir uyninki o'g'isiga chiqdim deydi bir kuni o'rlab. Irtaqa, yartaqi degan taraqqiyot degan gap, ya'ni o'rlash degan gap bo'ladi. Shunda ko'rdimma payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning ish kesahning ustida ko'rdim. Aldığını qilgan holatda Beytül Mukaddes'ga o'zniki hojat uchun. Men o'zniki hojat uchun Beytül Mukaddes'ga aldığını qilayotganligini uchun men ko'rdim. Anda ondan keyin aldığını qilib, taras sindirayotganligini nima qildim? Ko'rdim. Deb meni Ibn Abbas radhiyallohu ta'ala anhu müştah dedi. Yani sizlar ashta deysa bo'lmaydi, va qat'iy bo'lmaydi deb. Ammo men hatta bu boshqa rivoyatda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam işinki üzerine Peygamber vefat olup geçişi bir kaç ay burun kürüptüken. 3 ayda 4 ayda mı ayet tarafı burun kürüptüken. Toskal işi burun. Anda onu bu amelde kaldı. Ondan mensuk oldu. Andayken ben işte köydüm dep İbn Ömer radhiyallohu anh degen şu endi. Şu an İmam Bukhari magabni keltiriş şu. İmam Bukhari'nin keltirişi ki babninkiden mani keltiriş sebepçi şu. Yani Beytül Mukaddes'e qarab, yani bina çayninki o'zida Beytül Mukaddes'e qarag'anlik ko'rgandiki, Beytulloh qarshimi nima ekan u durustkan. Uçağınıza bina vakaza bo'lsa, uçaq durust bo'ladi ekan deb İmam Buxorining illa ayat istisno keltirishniki o'zi meni illa indal binoi bu hadis bo'lmasa o'zi mushtaq keltirish sababi uchun meni mushu. Endi va dedi Abdullah ibn Ömer ma gapimdi. لَعَلَّكَ مِنَ الَّذِينَ يُسَلُّونَ عَلَى أَوْرَاقِهِمْ depti. Endi bu yerde bu Abdullah ibn Ömer bu gap ne bir şey deydi o dese. Bu yerde qandaq olgan bu Peygamber Medine'mdimi ya Kupudimi? Şu vaqtimizda Abdullah ibn Ömer bir mescid kirib qoldi ekan. Mescid kirib qolgandan bu adam shu gapni deydi, "Voy bo'lmaydi" deb qolgan ekan. Şuna bu Vasi degan adam bu Abdullah ibn Ömer'ninki nimasi emasmi endi? Şagirdi. Şagird olgandan keyin bu etibarlan bu gapni müştah deyilgan. Degandiki bu adam shuni berib qiliqlikan. Berib qiliqliqqa tushunchi bo'lgandan keyin shu Abdullah ibn Ömer ma gapni deb men payg'ambarning vafot bo'lishdan bir qancha kun, bir qancha oy burun mana shu bizningki hapsiniki uyiniki o'g'izga chiqsam Kabe'ga, yani Beytül Mukaddes'e qarab müştah oldi qarab taras sindirib o'tibdi. Buni nima deysa? Deb anda ma gap debdi. Nima debdi? Imitki, kashki sen
La'alleke. Ümit ki sen onda bir kişilerdeki namaz okuylar, ular özünki evraklarga, özün söngeçlerge. Özünki söngeçlerindeki üstüge namaz okuyduğun kişilerin katarından bulup kalışın mümkün kelse. Şu kişi kelsen de bu gapni deyişemdi. Varakun evrakun. Deydi söngeçninki muşo yottununki nemisinden muşo neminin ağırlığı tutuştuğun yani üzerine uskanın üzerine varak. Deydi yani söngeçninki keldiğin canın üzü şu. Onda o anıkin bu yadisa bu keldiğin canın üzü şu. Onda o anıkin sen namazdaki üzerine seninki evrakınınki üstüden. Yani eğer kişi kandak oy namaz ne? Muşo yadaki pahlanlığımız ötkidek, mada kavak kılıp şu okuş gerek mada namazın üzerine eğer kişi. Ayal kişi çaplap okuydu. Onda o anıkin sen aşu namazın üzerine aşu kosuğun çaplap yotağa okuyduğun kişilerin katar deyken sen. Sen muşunculuk işini bilmey demekçem sen cahilken sen degen gepemdi. Sen ma sünnetin üzerine hakiki sünneti sen bilmey. Ayat akıptı, makıptı deyip muşunculuk işini bilmeye kadar cahilin katar deyken sen namazın üzerindeki söngüsü çaplap namaz okuyan kişiler kim o? Namaz okuyduğun kaydı sünnet bilmeyen kişiler işte okuydu. Kandak kadar bana müştak çaplap üzerine mi kılıdı? Eğer kişi degen kandak kıldı er degen peygamber'den bilgen bolsan sen o adam kandak kıldı koşkan o yotusu çaplamay mı? Dok okuydu. Anda çaplap okuyan demek sünnet bilmediğin adamdan işi. Anda o anki sen şu sünnet bilmeyen adamın katarına okşaysan deyip tenkit deyin gepimdi bu. Degandaki pes dedim. La adri vallahi deptim adam edep yüzsün. Bilmeymen kasam Allah'a. Ben şu adamdan emes mi dep çünkü o Ablam Ömer katta adam olgan diken o ama vasi degan uçanı yaş onda onu edep hürmet jahtida açtaqçı devatkan ki. Yani muş gapni ne qıptı onu dep demdi. Yine başka rivayetin gözüde men Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'niki mene köydümmen işki kesahning üstüge degeni. Yine başka rivayetin gözüde men hepsini uyga chiqdim. Çıkan vaxtdaki üzüde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kesahning üzüne aldığan mada tusup şu Beytül Muqaddas qarab aşağı teras sindirib etibdi degan rivoyat var ekan. Yani o'xshamagan mana rivoyat var. Ya ma rivoyatda ikki kesahning ustiga o'ltirib qildi degan gap bor. Boshqa rivoyatda bir kesahning o'zini oldi quyib turib bunda rivoyat qildi, bunda teras sindirilgan tema. Shuni ko'rgandim. Beytül Muqaddas qarab namoz o'qitgan degan bundaq bir nima var ekan, rivoyat çok bor ekan. Babu hurucin nisa ilel berazi. Bu ayollarniki çıkışdaki babudur berazga. Endi beraz hali jaygan, yani kengri jaygan. Yani hali hajatxonaga. Mushdaki babudur deb İmam Buxoriy ma gapni nima qildi qo'ydi. Endi o vaqtdagi o'zida insonlarniki o'zi tarassin doğa vaqtdagi o'zida uyiniki sirti dedi. Tarat sindırgan joy. Endi törat sindırgan joyning uçanın o'zida uyiniki sirtidagi kengri maydonda qiladi. Uçan uburini yasashim taqa unchalarning bo'lmagan vaqt taqa 1400 yillik oldidagi insonlarni o'ylab baqili. Şu can yüzde hayvanda yaşagandaki o insanlar Peygamberimiz müştak ta'lim berib o'rgitib insonlik odatga kelgan. Hatto ki hozir madaniyatniki eng nemisi devatgan Yevropaning o'zi 200 yillik oldidagi shu tarix qarab baqayli. Uniki uburnisi yo'q. Uniki shu ubuni qilgan joy nima ekan? Shu o'zi podshohimi, shu podshoh saroyining ichida tamda u yerda bu yerda qilgan shu holat ekan. Demak bular 300 yıllık andaki İslam devlet kelip sayahat kıldığı da oturup andikin qarab baksa bunu gusluq juyunvatkan, taratkanın üzerine tarat kılacak ayrım bir yer kıvatkan, kolunu juvatkan, muşnu qarab andiki bunun da medeniyetini öğrenip bulup bu muş endelisini başkurgan diken u yerda andiki bula andiki Avrupa'nın adam evet her kişiler evet ilim öğütüp baştakkanı andiki bu medeniyet okup kalgan kim. Okup kalgandaki andikin hazır bu medeniyetin üzü bunu dikirip bana müştak kıldı deyip bula resmi çiğ tutup andik bizi gelgen vaxtımızda bu yani kendik çekilip geçişi itibarıyla andikin medeniyette bek pakiz geldi oturup kitip kalıp bizim elimiz şunda okup kalgan kim. Ben onda o andikin şu bu çağın üzdeki uburluğa kiriş meselesi şuydu. Uçadı ubur paskırma onu hiç kim bilmeydi de hem de onu. Şu uçağın üzerinde
ubuni chiqish masalasi var. Yeni birisi ayollarniki hijab masalasi var. Unda olgandan ayollarniki o'zi shu vaqt o'zida qanday qilish kerak? Asli chiqmas kerak. Mana bu e'tibordan ba'zi odamlarning ko'z qarashicha ayollar ubuni bundaq sirtqa ubuniga chiqsa, hojatxona chiqsa bo'lmaydi degan ashta ko'z qarashi var. Mana ba'zi hozirgacha bor. Mana ayollarni sirt chiqarmaydigan mushtaq shu gap bor. Endi mushtaq ishlar bor. Şunu qarta ba'zilar qat'iy bo'lmaydi deb, ba'zilar bo'ladi degan ashta olimlarimiz shu kishilar shu bo'ladi ekan. Shu Imom Buxoriy deydi, mushundaq hojat tarat qissab ketgan bo'lsa, o'changizda ayollar sirtqa o'zniki ehtiyoj yuzidan chiqsa bo'ladi zarurat bo'lib qolgan ekan. Bo'lmasa shu bo'lmaydi degan bu gapni keltirish sababchi men shu men mushvandi. Tövəndən keldi inan. Dedi İmam Buxari Yedis Bayan Kıbrıs'da Yahya ibn Bukayr. Dedi o Yahya. Yedis Bayan Kıbrıs Leys. Dedi o Leys. Yedis Bayan Kıbrıs bana Okay olsa İbn Şahab'den. İbn Şahab olsa Urve'den, Urva'sı Ayşe'den. Şuna da gezmen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ki ayarlar berti çıktı keçige. Çıktı olan keçide kaçaniki teberrüz kısa menasıya çıktı. Yani teberrüz ne? Yani kaçanı halağı cağı çıkmazsa menasıya çıktı. O menasıya diyen imam Saidun Ebyah. Yani bir tüzden bir cay ki onu nime kengri. Ebyah diyen kengri diyen gap. Kengri bir cay ağa nime kıldı çıktı. Dedi. Aslında mensa diyen halis diyen gap. Halis hiç mi yok. Adem yok. Aşağı bir yani ki üzerine mensa dedi. Onun cemisi menası. Yani aşağıda bir tüzden bir cay nime kıldı olan keçisi çıktı. Keçi çıkandı ki Berti Ömer Radiyallahu Teala'nın deyti Peygamber Samgan ne deyti? Uhcub nisaik. Seninki ayağını perdele, hicaplandır. Dep müştakçı deyti. Keçi çıkan vakti yüzüm çıkmışsın. Dep müştak deyti. Pes bu medya Peygamber Sam kılıt bu işti. Ömer Radiyallahu Teala desimi Peygamber Sam kılmaydı. Çünkü bu kattık olduğu bir işte. Şu olan çıktı deydi. Sevde bintu Zem'e. Peygamber Sam'daki ayalı olan Sevde Zem'e'nin kızı Sevdeci Bürkün'ün bir keçisi keçilerden boğan bir keçisi nime çıktı? Keşkurunda uburnu çıktı. Uburnu çıkkandıkken ve berti bu Sevde uzun ayalken, igiz ayalken de kağa ayalıdın. Pes anıdaki kişiydi bu Sevde'nin Ömer Radiyallahu Teala'nın. Alakat Arapna ki ya Sevde. Agavol cezme tonup kaldık biz seni ya Sevde. Biz seni okup tonup kaldık. Dikkat kıl. Deptemdi. Keçi zaman. Şunun neymiş ki bu da deydi Ömer Radiyallahu Teala onu desen. Eğer soğanlık cehdede şoku düşürülge hicap ayetini. Mene ayallarının yüzü hicaplansın diyen ayet yüzü tüsü Peygamber'in kılmagan diken onu buyurmagan diken. Anda o zaman Allah Teala vahiy gelse uçak kalıdı dep. Bunu eğer sonup ayallığı yılık Sevde müştah depti. Ey Sevde biz seni tonup kaldık dep. Şu olan Allah Teala hicap ayetini demek kılgan diyen tüygendi. Deydemdi. Hem de hicap ayetini nima qilgan tushgan. Endi bu yerda hicap ayetniki yüzü bu nima? Hicap ayetniki yüzüde 3-4 tane ayet var. Şuniki bir ayet qaysi deb bunu da hem ayetniki yüzü. Mana qaysi ayet deb bunu da hem ixtilof var. Anda o andikin bu yerda şu bu hicap ayetniki yüzün düşüşte Zeynep'ninki toy qavaqti yüzü düşken. Çünkü Peygamber toy qilib şu Mima kışıp qavaqti 3 adamning yüzü yerda gapishib yüzü oturup çıkatmaydi. Çıkatmagan vaqtda şuda ayetninki yüzü şuda düşken degan ayet var. Yeni başka bir iş bo'lgan ayet düştü degan müştaq bir qancha sabablar var. Endi ma'noda mushu vaqtimizda Ayşemniki hadisga asosan hijobniki ayetniki yüzü men mushu vaqtda nima qilgan o'chan yüzüdan tushgan deb Ayşem men mushtaqchi deydi. Men bu yerdan hijobning ayeti shu vaqt tushgan vaqtimizda ya yo'lingizda amanu la tadkhulu buyutan nabiyyin degan ayet şu bu hamdi. Bu ayet hijobniki ayeti men mushu deydi. Endi bu ayetning karg'avati undaq emas. İnşallah tafsirda keladi, tafsir babda. Bu ayetniki yüzü düşkü undaq emas deb bu yerda qoldi. Bu yerda ixtilofsal rivoyat nimacha qaraqandi. Yani demek şu vaqtdagi yüzüde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a meni ashta disimi u Peygambersam tosmay chiqsa bo'ladi ehtiyoji bo'lgandan keyin degandan keyin Ömer Radiyallahu Teala anhu men yüzniki yüz faxrlib
Meniki muşta desem andikin ayet düştü diyen muşta rivayette bu diken. Bu vaktimizde Ömer Rıza yüz pəxirli bir gapni dep diken. Yani ayetki esasen şu vaktin icabındaki ayet olan benim o nime ayet nime kanti uçan üzden düşkenti diyen nime var men söz çoban. Yani bu yerde ayetteki azda ya Nabi kul yazvacike ve banatike diyen ayet muşum icabın ayeti benim muşum diyen nime var ayet çoban. Yani bu ayet olan iken şu çağın üzde andık müştat dedi. Ayet düştü. Ondaki biz meğer nima qildik? Ma ayet qasasa biz keçisim chiqmaydigan bo'ldik degan nim bo'ldi, gap bo'ldi. Bu hadisning zohiri shu. Yani ayollarning o'zi asosan uyning ichida turish kerak. Zarurat bo'lib qolgan vaqtda sirtga chiqish kerak. Endi bu oyatniki ma hadisning zohiri mush chiqdi. Endi ma ikkinchi hadis. 147 hadis. Dedi İmam Buxoriy, hadis bayon qildi Zakariya dedi Zakariya. Hadis bayon qildi Abu Usama bu kishi Hisham ibn Urvadan, Hisham ibn Urva bo'lsa o'zi otasidan. Urvadan otasi bo'lsa Oyshamdan rivoyat qildi. Bu kishi payg'ambarimiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem rivoyat qildi. Dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cazmen ruxsat berildi shuki chiqqaysizdan sizniki hojitingizga. Siz hacının siz çıksanız boludu dep müştakçı digenti Peygamber aleyhissalatu vesselam dep müştak nima qildi dedi. Endi yani bu hadisdeki nimesi yine başka bir rivayette Savda radıyallahu ta'ala şu hacetxonaga chiqqan vaqtida Ömer radıyallahu ta'ala "Ey Savda sen o'zingni yushirma. Biz seni tunib qoldik. Sen o'zing ahvolingni qara." deydi ekan. Degandan bunu qo'pib andikan Savda payg'ambar bu gapni deydi ekan. Ya Rasulullah Ömer radıyallahu ta'ala'nın mushundaq dedi deb payg'ambar bu gapni shikoyat qilgan. Payg'ambar uçar kashqurun yemek yeyotgan bir vaqt ekan. Shundan shu vaqt o'zida Alloh taolo payg'ambarga ya ilham, ya'ni Qur'on dedim emas, ya ilham qilish yoki diliq serish orqali payg'ambarga bir Alloh taolo vahiy tushirgan. Allah ayollar o'ziniki zarur ehtiyoji qolgan vaqt o'zida sirtga chiqishi bo'ladi deb bu ayet emas, bu zodi ayet emas, Qur'onda yo'q. Buni payg'ambar bu ayollar uqtirdi ekan. Uqtirgandan keyin ya'ni demak, hijab oyating o'zi meni kaskemas zarur uncha chiqmanglar, ammo zarur bo'lib qolgan vaqtida hijabga mana bu yaloq hijobni ishga diqqat qilib, o'chan o'zida nima qilsang bo'ladi, chiqsang uchun bo'ladi degan nima bo'ladi, o'chan o'zida gap bo'ladi degan shu gaplandi. Ya'ni demak, sizga ruxsat berilgan Alloh taolo sizga sizniki ojitinglar ashtaq tarassindirdigan başka işler, muhim işler bu qavati sirtçi çıkılan işler için qalsan, mesela ilim öğreniş, okutuş, vakızap işi, turmuş işi sirtki mandaq çıkıp qavati özüde zarur buqan çıksan için bunu Allah ruhsat verdi degan nima o gap dedi. Ömer radıyallahu ta'ala'nın ki tabiati bir kadar çıngara. Yani bu yani Peygamber bunu model nemesi kılış gerek. Şu Peygamber bu oturan yolunu tutuşu asas nimkan boğan diken bu itibarda şu an Allah Teala Peygamber bu ayollarındaki ihtiyaç bu qavaqatınız görür, işler bu qavaqatınızdan sırtqı nima qısıb olur diken, çıxısı çok olur diken. Degen gap bu yerdə çıxdı. Babu teberruzi fil buyuti. Bu təras sındırışındaki babudur öylərinin işi da. Əmdi təras sındırışının özü öylərinin işi de buluş. Əmdi ayollarının özü açlaq boğan diken əmdi ihtiyaç öydən oburunu Öğünün içinde uburnu bulmaydı bizim rayonlarımızda. Hazır hem de yeni şehir hayatı edip hazır öğünün içinde uburnu up gitti. Uçağın üzerinde çıkmışsın bulduğun gibi. Hem de uçağın üzerinde şu ayarlarındaki yani öğünü bulmağındaki o vakti ihtiyacı var çıksı olgan oldu. Hem de onu deyken insanların üzeri öğününki işine ayrım uburnu yasap ya ki oylusundaki işine ayrım uburnu yasap sırtı çıkmaydıgan bu da bir adet kan. Anda o vakti bayağı İmam Buxoriy mababını keltirişte uçağın üzerinde öğünün işine uburnu yasap şu vakti izide şunu kısıp olamdı bulmamdı. Benim bunu çoğu üstteydim. Teberrüz kılışındaki babıdır öylerde. Ya teras sındırışındaki yani sırtı çıkarışındaki kendi cayga tacayının üzerine çıkışlık babıdır dediğin gibi. Dedi İmam Buxoriy, Yedis Bayan Kapitazı'ya İbrahim bin Munzir. Dedi onu İbrahim. Yedis Bayan Kapitazı'ya Enes ibn İyaz. Bu kişi olsa Ubeydullah'ın Muhammed bin Yahya bin Habbandin. Bu kişi olsa Vasi ibn Habbandin. Bu kişi olsa Abdullah Ömer radıyallahu ta'ala anhudin. Dedi Abdullah. Ördüm ben benim rivayetten hepsindeki üyününki dümbüsüge üstüge örlüdüm.
Menimki bazı hacitim için. Mening bazı bir hacit bo'lib qolgan, hepsiniki uyning dümbüsü. Ayadamdi, bizning uy dedi, mayadamdi, hepsinin uy dedi. Yani yerisi müştar bir müştar seriştip düşündümüsemdi. Şunlar kördüm ben. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemni ada qildigan o'zining hojatini qiblaga kayni qilib, Şamga aldığını qilib debden aldı. Qiblaga kayni qilibdi, Kabe'ga. Ama Beytül Mukaddes aldığını qanligini nima qildim, uni ko'rdi. Deb men Peygamber sallamni mushtaq ko'rdim. Anda o'g'andikim xoli muda uchiqchi joyda emas, bino va joyning o'zida qibla qaysi taraf bo'lib qolsa, o'chan qibla bo'lib qolamdi, buni qaysi taraf bo'lib qolsa, o'chan o'zi qisaqchi bo'ladi ekan deb men Ibn Umar mushuncha deydim. Endi yeni bir sal bu babda öynünki öyde tebarruz qilish. Yani demek öynünki övgüsü qildi deganlik Peygamber sallam aşağı çıkıp ko'rgandan o'channing o'zidan ayada qibla oldini qildim, qibla kayni qildim deb mushtaqcho deydi. Hamda yeni bir hadis var. Tövenki hadisninki o'zida. Dedi İmam Buxoriy hadis bayon qilgan ya Yaqub ibn İbrahim. Dedi o Yaqub hadis bayon qilgan Yazid ibn Harun. Dedi o Yazid. Xabar berdi bizlarga Yahya Muhammad Yahya ibn Habban'din. Shunda debki jazman bu Muhammadning tog'isi bo'lgan Vasim ibn Habban xabar berdi. Vasim ibn Habban shu nimiga shu yerlikka Muhammadga shunda debki jazman Abdullah ibn Ömer xabar berdi. Abdullah ibn Ömer bu Vasiga dedi Abdullah ibn Ömer. Jazman men zoir oldum bir kuni bizniki uyimizdagi dümbüsde. Yani bizning uyimiz dedimdi. Bizdeki uyimizdeki şu övgüsüge bir gün ben zahir oldum. Yani çıktım deyin. Çıkkandaki köydüm ben Peygamber sallamın oltuğucu olan adette işi keserinin üstüge ben Beytül Mukaddes'e aldığını kılıyor. Beytül Mukaddes'e aldıkkan adette işi keserinin üstüde oltuğallığını ne kıldı? Köydü. Dep ben müştah ne kıldı onu dedi. Hem de kıblığa Kabe'ge kıblığı kayını kıldı yani Kabe'ge degen gap. Yani demek yani öyniki yüzü aşağı kördüm digendeki Peygamberim aşağıda kandak kıpton yani ögüzün içini körüpton yani ögüzün digen gap. Hem de şu oburun yüzü Peygamberim hepsindeki yüzü çıkıp ayadı kögendeyken demek Peygamberim hali bir joyga olmay kengri meydana çıkma öyniki oylusunun içindeki bir yerde çıkıp kıpto degen gap oldu. Oyunun içinde kıkan olurken uçağın yüzünde ihtiyaç yüzünün oburunun yüzüne oyunun içinde ya öynün içinde yasap bunda kısa o nimon şu oburunu kılımız da kısa çoğu boludu tep bu şu dönem kuldu bunu köstüdü. Ve ahir da'vana enelhamdülillahi rabbil alemin.